5 oy oldin meni bitta firibgar aldab ketdi. Eng qizig'i, o'sha inson meni yaqin tanishim edi. Bunaqa holatda hozir nima qilishlaring kerak? Ko'pchilik stressga tushadi, Baribir foydasi yo'q, bo'ldi, aldandim. plus umidsizlik bo'ladi. Buni yechimi oson, qiyin masala emas bu. Ehtiyot bo'linglar avvalambor, lekin hozir men sizlarga sizlarni birorta inson Telegramdami, Instagrammi, boshqa qanaqa platformada bo'lsa ham, aynan masalan pul borasidami, boshqa narsa borasidami, sizlar ekilsalaring, xulasalaring qo'pol qilib bitganda, hozir qanaqa qilib nima qilish kerakligini hozirlarga tushuntirib beraman. O'zimda hayotimdan bo'lgan voqealar bilan. Xo'p, kelinglar hozir boshidan sizlarga tushuntiraman, yaxshiroq tushunishinglar uchun. Men YouTube kanal olar edim. Uni ozgina rivojlantirib, ustiga ozgina narx qo'yib sotar edim. Plus yaqin tanishim u bilan kamida 15 ta, 20 tacha kanalni unga sotganman. Ishonchli odam edi. Plus o'sha bola menga sotdi kanalda dedi. Narxi 2 million edi kanalda, 67 mingta yoki 70 mingta ham obunachisi bor edi u kanalda. Plus 2 millionga kelishdik. U odam pulni tashab berish kerak edi. Hamma narsa hal, lekin nimadir bor ko'ngil g'ash turuvdi, lekin o'ylayapman, bir bu bola bilan bir 20 marta yoki 15 marta atrofida bir savdo qilganman, biror marta aldamagan deyapman. O'ziga ham aytayapman. Biror marta aldamadim seni, to'g'rimi deyapman. U ham aytayapti, "Ha, men ham biror marta aldamadim u seni" deyapti. Yoki siz ham biror marta chopgan joyim ham bo'lmadi. Ha, shu ikkalamiz o'rtamizda problema bo'lmagan suhbatgacha. Xullas, u bolaga birinchi men kod parolini berdim YouTube kanalda. Hech qanaqa oraga adminsiz yoki boshqa qo'shimcha odamlarsiz ikkalamiz o'rtamizda bo'layotgan ish bu. Unga YouTube kanalda kod parolini berdim. U hozir pul tashiyman deb, uxlading deb yozdi. Keyin bunaqa holatda "Voy, men nima qilaman endi?" bo'lmaydi. Bunaqa holatda oson siqilmanglar. Nima qilasizlar bunaqa holatda? Men u bolani shunaqa bir aldashini oldindan bilmaganman, lekin baribir ichinglarda qanaqadir ichimda nimadir aytayapti, "Chuta nito" degandek bo'libdi o'zi. U bola haqida ma'lumotlar yig'ib qo'ydim. Shu paytgacha yig'maganman. 15 marta savdo qilgan bo'lsam, yig'magan u bola haqida kimligini ham bilmasdim, lekin ishonchli bolaligini bilar edim, lekin lichni tanimas. U bola haqida pasportini lokatsiyalarigacha topib qo'ygan edim aldashidan oldin. Yo'q, muammo bo'lmaydi. Menda muammo bo'lmaydi. U sizda bo'lishi mumkin, lekin menda bo'lmaydi. 100% garantiya. Menga o'tadi, men sirasiz tashlab beraman, bo'ldi. Shu paytgacha ham bo'lmaydi, endi ham bo'lmaydi. Aldadi, ulatib ketdi. Endi nima qilaman? Menda pasporti bor-u, lokatsiyasi bor-u. Nima qilaman? Sirazi 102 ga terdim. 102 ga terdim. Soat tungi 3 edi. Tungi 3:30 atrofida. Ular xo'p dedi, manzilingizni ayting, ism-sharif nima bo'ldi? Tushuntirdim. Bu kiber jinoyatga kiradimi yoki boshqa narsami? Ularni ham gaplashdim. Ular o'zimiz hal qilib beramiz dedi. Ertaga sizga aloqaga chiqamiz dedi. Rostdan ham ertasi kuni ertalabdan boshlab telefon qilishni boshlashdi. 8 ga 9 da begona raqamlar telefon qildi. Osam o'sha o'zimizda men yashaydigan tumanda yashaydigan uchastkavoylar, ichki ishlar xodimlari telefon qilib chaqirdi. Shunaqa ariza bergan ekansiz, chiqing, yo gapirishdi. Chiqdim. Ular bilan gaplashdim, ularga tushuntirdim. Ular nima desa bo'ladi, yosh katta odamlar shunga uncha bu sohaga tushunvormaydi. Xuddiki masalan YouTube kanal men nima qilyapman, unga YouTube kanal sotdim desam, xuddiki yog'van sotdimga o'xshab eshitdi, lekin baribir tushuntirdim, shunaqa narsa noqonuniy emas. Ular aytdi, "Noqonuniymi bu? Noqonuniy." Yo'q. Noqonuniy emas bu deyapman. Oddiy YouTube kanal sotdim, qonun qoidalarigacha bunday ko'rsatib beryapman ularga. Keyin xo'p deyishdi. Lekin jahlim chiqqan tarafi hal qilamiz degan bilan jahlim chiqqan tarafi hozir 21-asr, 2000 o'sha voqea bo'lganda 2024-yil edi. U odamni hamma dannisi bor menda.
shuni topish kerak, hal qilish kerak desam, xat yozamiz deyapti. 21-asr o'sha 2024-yilda bo'yab turgan holat bu. Xat yozamiz. Nimaga? Buxorolik edi u, nima deydi? Firibgar Buxorolik edi. Unga xat yozamiz. O'sha Buxoroni ichki ishlar bo'limiga xat yozamiz. Xatimiz yetib boradi. 15 kunda yetib boradi. 15 kunda ulardan javob keladi. Shunaqa qilib nima qilib beramiz? Hal qilib beramiz deyishdi. Endi nima qilaman? Boshqa ilojim yo'q. Yana bir marta Bruzikka chiqib shunaqa qilishyapti, shu to'g'rimi deyamikan dedim. Ha, qo'y dedim. Balki to'g'ridir, endi ular ham men uchun kurashyapti-yu. Keyin shunaqa bo'ldi, xat ketdi, lekin 15 kun degani bilan bir haftalar atrofida, bir haftadan sal o'tganda deymizmi? Plus menga Buxorodan telefon keldi. Buxoro ichki ishlar bo'limidan telefon keldi. Sizni arizangizni ko'rib chiqdik, u yo'q. Video vizit bilan bog'lana olasizmi? Yuz bilan bir yuzni ko'rib suhbat qilmoqchiman dedi. Xo'p dedim. Yuzimni ko'rsatdim, video vizit qilib Telegramdan gaplashib oldim. Shunaqa bo'ldi. U ham yosh katta odam, u ichki ishlar bo'limi, u ham tushunmaydi YouTube. Nima u YouTube kanal? Ular tushuntiryapman unga. YouTube kanal shuna u qonunda kanal sotish mumkinmi o'zi? Ha, mumkin, tushuntiryapman, shunaqa bo'ldi. Ular u ham xo'p dedi, arizani olib qoldi. Keyin meni aldab ketgan firibgar menga aloqaga chiqyapti. Meni kechiring. Men siz YouTube kanalingizni qaytarib beramanmi? Iltimos arizangizni qaytarmang. 102 meni olib ketdi, yo'q qildi, bu yo'q qildi. Men aytayapman, hop, pulimni qilib ber o'sha. Men senga kelishgan pulimizni qilib ber deyapman. Sen meni chopding, 102 ga berdim, sen topilding. Ko'rding, ilojsiz narsa emas ekan, uxlatib ketolmas ekansan, men endi pulni topib berdim. Yana ozginadan keyin yana aloqaga chiqyapti-da, pulim yo'q. Hop, pulim yo'q edi, yo'q. Ular aytayapti, akkaunt qaytaraman dedi. YouTube kanalingni qaytaraman deyapti. Arizangizni qaytib oldi. YouTube kanalimni berdim, YouTube kanalni berdi, kirdim, o'zimga o'tkazdim polni. Yana u chopolmaydigan qilib to'g'riladim. Arizangizni qaytib oldi dedi. Xo'p dedim, lekin arizani qaytib olgan to'g'risi ichki ishlarga chiqqanim yo'q. Lekin bilishim bo'yicha ariza qaytib olindi o'zi, avtomatik da'vo yopildi. Qanaqadir xatolik bo'lganmi? U odam ustidan yana bir 5-6 martalab ariza tushdi, yana men tomonimdan. U firibgar tinch qo'yishmadi milisalar, ishoninglar. To'xtamasdan ariza tushirdi. Milisalar menga telefon qilyapti. Nimaga? Qayta ariza beryapsiz deydi. Men berganim yo'q deyapman. Qayta ariza. Xullas, rasa tavbasiga tayandi etmoqchiman firibgar. To'xtamasdan ustidan nima tushdi? Ariza tushdi. eng qizig'i u firibgarni men onasini raqamini topib olganman. Onasiga telefon qilganman. O'g'lingiz firibgar meni aldab ketdi, mashika desam, ayasi yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin, bunaqa o'zim gaplashib qo'yaman. Xuddiki oddiy gapiryapti. Xuddi bu holat oldin ham bo'lganga o'xshab gapirdi. O'shandan keyin bo'ldi effekt beradigan. U bola kelib akkaunt qaytarib berdi. Tavbasiga ham shunaqa ishlar bo'ldi. Plus men aytmoqchi bo'lganim, hozir juda ham ko'p, ayniqsa shu kanal oldi-sottisida, o'yinlarda, masalan, har xil mobil o'yinlar bor, PUBG mi, Free Fire mi yoki futbol o'yinlari bo'ladimi, akkaunt oldi-sottisida bir-birini uxlatib ketadiganlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda kanallar bo'ladi. Ularni sotganda uxlatib ketadiganlar ko'p. Shularda ishonchli odam bo'lsa amalga oshiringlar. Agar uxlab qolsalaring, u bo'ldi, uxladi emas, 102 ga beringlar, bo'ldi, hal qilib berishadi. Bir dona rasmi bo'lsa, rasmini ko'rsatsalaring bo'ldi, bazadan topib berishadi, pasport ma'lumoti, hammasini men ko'zim bilan ko'rgan narsani aytyapman. 102 ga beringlar demoqchiman, qo'rqmanglar hech qachon, o'zingizlarda qonunda haqqalaring bor, o'zlaringda pullaring uchun o'zlaringda halol yo'ldan masalan kurashinglar oxirigacha. Va aytmoqchi bo'lganim, shundan keyin YouTube kanalni oldi-sottisi bilan shug'ullanadigan bo'lsam, faqatgina 100% ishonchli odam bilan amalga oshiraman. Bu qanaqasiga bu 100% ishonchli odam bo'lishi mumkin desalaring, orqadagi yozuvni bekorga qo'yib qo'ymadim. YouTube Savdo 24 Telegram kanali, shu Behruz aka bilan tanishib qoldim.
Hop, u odam bilan to'g'risi yaqindan tanishmas edim, lekin kamida bir 4 ta 5 ta kanalni u odamga boshqa odamlarga sotyapman, o'rtada garant sifatida turib berdi. 100% ishonchli bo'lib turib berdi. O'zim ham hayron qoldim. Nimaga bu odamni vaqtliroq ko'rmaganman men? Nimaga bu Telegram kanalini oldin bilmaganman deb. Keyin u odam bilan yaqin bo'lib ketdi va 100% rostdan ham o'zim hayotimdan o'tgani uchun, shu ishonchli bo'lgani uchun garantlar, masalan, hali 7 yot begona edi bo'lmasa menga. O'sha paytdan meni aldab ketmasdan o'rtada turib bergani uchun ham arziydi bu nimaga? Orqaga rasmni turishgami, videoni bosh homiysi bo'lishga deymanmi? Plus o'zlaringiz xulosa qilinglar. Bu video ja uzun bo'lmaydi, lekin kimgadir foydasi tegadi deb o'ylayman. Chunki YouTube'ga kirib ham kimdir agar meni mashinani aldab ketdi, endi nima qilaman yoki firibgar aldab kelsa nima qilish kerak, shunaqa kabi qidiruvlarni oqtartirgan bo'lsa, shu video chiqib kelgan bo'lsa, shu videoni ko'rgan bo'lsalar yoki kimgadir foydasi qaysidir ma'noda teggan bo'lsa, men xursandman. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, like bosib qo'ysalaring, shunaqa videolar va boshqa yo'nalishdagi videolar ham chiqishda davom etadi.